Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Mana bu yerda kattaga yasayotgan edik. Material yetishmovchiligi sababli to'xtab qolgan edi. Uyda tikiladim, kovladim, o'z mana shu narsalarni topib chiqoldim. Ko'ramiz bulardan hozir nima qilsa bo'ladi, nima yasasa, nima chiqarsa bo'ladi, ko'ramiz. Qadrli tomoshabinlar, kameramiz o'chib qolibdi. O'sha ancha ishni qilib qo'ydik. Mana eshiklarni yasadik. Yaqin do'stim kelgan. Do'st bo'lsang yonimda tur dedi-ku. O'sha mana shu do'stimga aytib aytilgan. Eshiklarni yasadik. Ustidan shunchaki kilomkani qoqib tashlayapmiz. Nihoyat qadrli tomoshabinlar, katta yerimiz tayyor. Bu yerga bir juft barnavellarimizni qilib qo'yamiz. Ovqatlarni tashlashdan yeydi. Suv ichkarida bo'ladi, tuxum tug'adigan joyi, qo'nog'i, xullas lyuks. Bu yer esa bir juft viandotimizni joyi, tuxum tug'adigan joyi, oyoqlarida apelka, qo'nog'i va ovqatni tashqaridan yeyishiga sharoit. Mana tovuqlarimizni olib kelib joylashtirib oldik. Bu yerda bir juft viandot tovuqlarimiz, bu yerda esa bir juft barnavellar serbrisi tovuq xo'rozlarimiz joylashdi. Ular joylari bilan tanishib olaverishdi.